Onam kasalman demang, bolam Bolalarim kasalman oldiga demang, holim yomonman demang, ado ularni ko'rgim kelyapti. jonu jahonim mening, Boshqasi gulur bo'lmaydi. mening, Olib so'lib ketinglar. boryapman demang, Uyga olib ketinglar. olaman. Olib ketinglar uyga. Assalomu alaykum guruhdoshlar, xabarlaring bor. Jumaga opamizga sizni biz Ersonga yordam qilib Hindistonga jigarini almashtirgan yuborgandik, bir necha marta yordam qildik mana shu opaga. Hozirgi kunda sizni bizni harakatimiz bilan jigar plantatsiyasi o'tkazilgan Hindistonda keyingi jarayon, ya'ni jigar organizmga o'rgangunga qadar Hindistonda davolanish kerak. Afsuski mablag' yetmay qolgan. Hindistondan hozir chiqarib yuborgan, mehmonxona ham chiqarib yuborgan. Bemor odam, bir o'zbeklar bor, surxondaryoliklar davolanishga borgan inson saqlanib turibdi. Do'stlar, sizlardan iltimos, videoni maksimal darajada tarqatib qo'ldan kelguncha mana shu ikkita qizi o'g'li bo'ladi. Shular uchun, mana shularni onasini qaytarish uchun sizlardan iltimos, shu insonga yana bir marta yordam qo'lini cho'zsalaringiz. Ha qizim? Nima deysan? Assalomu alaykum guruhdagilar. Oyimga yordam beringlar. Ko'chada qolib ketgan. Bizni bag'rimizga kelmasin. Biz oyimizni yaxshi ko'ramiz. Hozir oyimni больницаdan ham, mehmonxonasidan ham chiqarib yuborgan. Iltimos, oyimga yordam beringlar. Qizim, xudo xohlasa xalqimiz qarab turmaydi. Albatta yordam beradi senga. Xo'p, siqilma qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Xurshid, mana shu bolaga ham juda og'ir-da do'stlar. Yoqqa boradi, maktabga keladi. Bu narsani gapirishga o'zi bo'lmaydi, lekin sizlardan yordam so'rayapti. Sizlar iltimos do'stlar, 10 ming, 5 ming bilan hech kim kamayib qolmaydi. Mana iltimos, Xurshid, nima deysan? Assalomu alaykum guruhdagilar. O'zbekistonim, onamga yordam bering sizlar. Hindistonda qolib ketdi. Iltimos sizlardan. Hamma yoqdan haydab yuborgan. Hindistonni shifoxonalaridan hamma yoqdan haydab yuborgan. Iltimos yordam bering sizlar. Iltimos guruhdagilar, O'zbekistonim, onamga yordam bering sizlar. Do'stlar, bitta narsani shu o'rinda aytib o'taman. Yana bir marta iltimos qilyapman. Qisqacha video olyapman o'zim. Keldim mana hozir. Mana qani keling deb aka. Sizlardan iltimos, eng og'ir mana shu ayolga. Onajon, mana xalqimiz. Nima deysiz xalqimga? Assalomu alaykum guruhdoshlar. Mehribon O'zbekistonim, xalqim, mening farzandimga yordam beringlar. Farzandim 9 oy bo'lyapti. Hindistonda davolandi. Operatsiyadan chiqib edi. Mablag'imiz yetmay, ko'chada qolib ketdi. Больницаdan ham chiqarib berdi. Mehmonxonadan chiqarib berdi. Bir xayrli o'zbekistonliklar bor ekan, hozir kuzatib qarab turibdi. Juda qiyin ahvolda hozir. Iltimos sizlardan yordam beringsizlar. Do'stlar, bitta narsa, sizlardan iltimos qilyapman. Onaxon, bilib turasizmi? Mayli. Mana shu ikkita go'dak uchun o'zimizga oxiratga hujjatni boshlayverik do'stim. Biz sizlardan umidvormiz. Sizning yordamingizga muhtojmiz. Iltimos do'stlar, mana shu videoni maksimal tarqatasizlar va mana shu go'dakning onasiga, onasining bolalarining bag'riga qaytishga yordam bering. Salomat bo'ling.